Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlarga hozir 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2miz bor sotuvda. Egadan, dehqondan kelgan. Shuni hozir video obzor qilib ko'rsatib beramiz. Mana mashinamizning ko'rinishlari. Mashinamizga kraskasi taxminan 27% ga yaqin petno kraskalari bor. Yurgani 224 ming masofa bosib o'tgan. Gazi metan gaz. Egasini o'zining nomerini qoldiramiz. Egasi bilan bemalol savdolashib kelishib olaverasizlar. Qiziqqanlarga generalni ham chiqadi, оформление ham bo'ladi. Narxi hurmatli tomoshabinlar $2800 dan kelishtirib beriladi. Egasini o'zi bilan bemalol guringlashib savdolashib olaverasizlar. Xudo xolasa, mashinamiz Samarqand shahar Sagyanida turibdi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.